Assalomu alaykum, omonmisizlar. Bu videoni buncha erta olaman deb o'ylamagandim. Bu yerda biladiganlar o'zgarib shu universitetlar talabalar shaharchasining yuragida 2026-yilda o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan biri inshaalloh yaqin kunlarda amalga oshishi mumkin. Kitob do'koni ochamiz degan niyatimiz bor edi. G'ulomjon aka Sobirov, qadrdonimiz akamiz Hilol Edu o'quv markazini asoschisi, turk tilida ustozim meni. İnşallah endi o'rganaman. Ibrat akademiyasida videolarni ko'rib boshlaganman. Shogirdlarim bilan shu kitob do'koni ochish niyatimiz bor edi. Ustoz yaqinda mana shu yerda o'quv markazi ochyapti ekanlar. Shuni dalolat qilib video tashlagandir. Men ham kitob do'koni ochmoqchi o'zgardi desam, mana shu joyda o'zlariga mo'ljallab turibdi ekan. Baraka toping. Sizga bo'lsin shu yerda deb turib berdilar. Hozir gaplashib bor edi shu. Hozirgina gaplashib ijarasini kelishib dadajonimdan qiblagohdan duoni olib endi mana sizlarga e'lon qo'ymoqchiman. O'zi e'lon qilish niyati yo'q edi. Ijarachilar ham Ramazon sharifda boshlangan ishlarni davomli bo'lishiga, foydali bo'lishiga ko'p bashoratlar eshitganmiz-da. Lekin shu 18-fevralda mo'ljallab tursak, yo'q birinchidan ijarani to'laysizlar deyishdi, demak endi cho'zamiz. Ertaroqqa tortamiz ochilish marosimini. Xizmatni katta qilamiz endi o'lmasdan. Bismillah. Ustoz. Birinchi kun ochaman dedingiz, siz xudo xolasa. Birinchi fevralda birgalikda ochilsin. Inshaalloh. Men aytyapman, shu birga qilaylik deyapman. Shu obedgacha qizil minday kiradigan daroshkalar sizda bo'lsa, obeddan keyin bu yoqqa tortamiz deb. Sharlar o'rtada bo'ladi, osh o'rtada bo'ladi, ko'fi breyklar bo'ladimi? Qarang, siz kelguncha G'ulomjon aka biz o'zimizcha plan qildik. Nega yopsak, orqasini ombor qilsak, sklad, chunki do'kon, kitob do'kon bo'lsa, albatta zapasli kitob bo'lishi. Bu yerlarga bunday javonlar, bu yerda javonlar, o'rtada mana shunaqasi yana javon aylanib oladigan, tepalariga asfaltni kuchaytiramiz yorug'lik. Bu yer mana bemalol kitob o'qib o'tiradigan coworking markazcha, notebookni tiqib bolalarga qilsa bo'ladi shu qilsak. Keyin shunaqa bir katta kitob keng joy so'radim Xudodan, ya'ni kitob taqdimotlar bo'lsa, bemalol bir suhbatlar qilib bersa bo'ladigan. Men shu yerga keyin stollar taxlab, siz stolingizni olib turamiz dedik. Shunaqa paytlar. Chunki o'zimiz stol sotib olsak, uni qo'yishga yana joy kerak edi. Bu yer bo'm-bo'sh turish kerak. Bu yerga kassa qilsak, bu yerga kofe qiladigan joy qilib qo'ysak, hozir Akmal akam bilan gaplashdim. Bu yerda Akmal akamiz juda yaxshi niyatlarda ochgandilar. Lekin hozir so'rasam, talabalar o'ta kuchayib ketdi. Pirashka gummani mensimay qo'yibdi ular. Bor qimmat narsa yeydigan. Nima bo'lsa ham baribir yaxshilikka xizmat qilsa bo'ldi. Ustoz ochilishda baraka topsin. Qanchadir talabaning kontraktiga ham qarashib to'lab beramiz deb niyat qilishib, yordam qilishdi. Orqasiga Xudo xolasa bu yilga o'zi ikkita niyat qo'ydim. O'sha qiynalib turgan chetdadir, migrant o'zimizdadir ketmoqchi niyat qilib turgan odamlarni ish bilan ta'minlash maqsadida bitta yaxshi novvoyxona. Ya'ni droj qo'shilmaydigan xamir turishdan o'zimiz kichkinalarimiz yerdik-ku. Mana shunaqa qishloqdagi novvoyxonadan bitta. Keyin biz Baxmalda rosa tandir zo'r qilishadi. O'sha qo'y tandiri, ana shunaqa tandir qilib turib, dastavka oladigan joy qilib. Shu yerdan bir 2-3 ta odam ish bilan ta'minlansa, bu yerda sotuvchilar, kassir, boshqa-boshqalar bilan bir 5 ta 6 ta odam ta'minlansa, bir 10 tacha ish o'rni yaratamizda. Bu yer o'ta strategik xona mana. Faqat vakolatli xodimlar authorized personnel only deb yozib qo'yibdi. 24 soat video kuzatuv zo'r ekan lekin. Shuni xudo xolasa shu hojatxona qilmoqchimiz. Ashyoga bemalol tafakkur qilib ijod qilsa bo'ladi. Qo'lni yuvib chiqib ketaveradi keyin. Bo'ladi. Rasm niyatim bor. Keyin yangilikni zo'ri boya aytganim. Xudo xolasa o'zim ancha niyatim bor edi. Har oy o'zi juda ko'p yaxshigina pulga kitob xarid qilamiz. Kecha ham baraka topsin. iBook'ga kirdim, Amirxon shogirdimiz. 1 millionlik kitob olsam, qo'yardi qo'ymayib, pulimni olmadi ham, qaytarib beraman deb o'ylasam. Xaridimiz juda ko'p. Kitobga dadam, akam rahmatli, butun oilamiz bilan rosa ixlos qilganmiz. Kutubxonalarimizda shu oxirgi 1 oyda chiqmagan bo'lsa, deyarli hamma kitob do'konlarida kitoblar bor. O'zimiz xaridimiz, maktablarimizda bolalarimiz juda ham ko'p kitob o'qiydi, alhamdulillah. O'shalar inobatga olib ochish niyatimiz bor edi. Sindor akadan, Naqshidan ko'p kitob olaman juda ham. U kishilar inshaalloh ustozlik qilib, o'zimiz shogird Amirxonlar, iBook va Qamar va jamoadagilar bizga yo'l ko'rsatsa, mana shu yerda
Beruniydan O'zgarodok deymiz, talabalar shaharchasida. Yuksalish Books nomi ostida, inshaalloh ajab emas. Shunda bir fayziy kitob do'kon ochilsa. Xo'p, qiziq tomoni, Alloh nasib etsa, bir haftada bir yo 2 haftada bir kelib, bir 2 soat o'zim sotuvchilik qilmoqchiman inshaalloh. Shunda ko'pchilikdan qutulaman. Maktabga izlab keladiganlar, uyimizga boradiganlar bor. Uzoq joylardan kelishadi. Bir xil paytda safarda bo'lib qolamiz, noqulaychilik. Shu e'lon qilib qo'yib, shu 9 dan 11 gachadir, 10 dan 12 gacha chetda bo'lsak, shu diydorlashib, ziyoratlashib, shu ulug'lardan duo olishib, ham dastat qo'yib bersak, qancha odamlar kitob targ'ibi bo'lib qoladi. Kitob o'qishga inshaalloh shu paytgacha biz avvaliy o'zimiz ham boshqalarni ham targ'ib kelganmiz. Bu yana bir dadil qadam bo'ladi o'ylayman. Shu gaplar. Ramzan aka, siz ham bir 2 soat turib berasiz, xudo xohlasa inshaalloh. Sizga yordamchi bo'lib, choyni damlab berib turamiz. O'zi to'g'ringiz Xitoylar choy sotar ekanda. Ular choyni bo'laveradi. Nerda xudo xohlasa qahvaxona qilib, chiroyli bilan bogatini svetlar tushirib qo'yib, o'tiradiganlar bo'ladi endi. Artistlar o'tirib oladi-yu. O'tirib bunday qilib tushadi. Rasmiy ana shunaqa qilamiz. Tafakkur taym qilamiz. O'lmasjon bolalar bir 2 soat turib, o'zi doimiy sotuvchi bo'ladi. Illo mana shu yerga Umidjon aka Eshmaxamedov, Temirjon do'stimiz, Jahongir Po'latov, Ahadqul aka, Xolmuhammad O'g'rislar, savdogar ustoz yozgan. Baxtiyor aka Abdug'afur, G'iyos Yusuflar. Shular iltimos qilsak kelsa kerak, 2 soatga kelib ham sotuvchilik qilib, ham o'sha dastxatlar qo'yib berib, qancha odamlarni ko'zini to'ydirib, ko'zim serob bo'ldi deydi. Ya'ni shunday insonlarni ko'rsang ko'zing to'yadi deydi. Yani shunaqa odamlarni chaqirsak, inshaalloh zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Qancha odamlarga xizmat qiladi. Sizga alohida rahmat Olamjon aka. Siz martda ishini qildingiz, himmat qildingiz. O'zingizga deb turgan joyingizni bir oz siz niyat qilib o'zgaradi, joy qidirib yuribsiz deganda shu 200 kvadrat joy mana shu sizga bo'lsin deb berdingiz. Alloh taolo sizni mukofotlasin. Kitob o'qiydiganlar ko'paysin. Allohim. Allohu yuhibbul muhsinin dedi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni, ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Shunaqa muhabbatga noil bo'lganingiz rost bo'lsin. Himmatingizga yarasha himmat qilsin Xudoyim. Undan ziyodasi bilan. Xo'p, hasharga kelaman deganlar uchun Sunnatulloh bilan o'lmas quyida raqam yozib qo'yaman. Bizga bitta yaxshi dizayner kerak bo'ladi. Chunki bu yer men o'zim ranglar yaxshi tushunaman-da. Marketing o'qiganmiz alhamdulillah. Bu rang ayni oshxona uchun zo'r tanlangan. Sababi oranjoviy rang ishtaha ochadigan rang. Ya'ni ovqat rangida o'zim. McDonald'sning rangi shunga o'xshaganroq. Bu bilan buni o'rtasida sarg'ish. Nerede bemalol shaxmat o'ynasak bo'ladi. Maza qilib. Xo'p, bizga bitta yaxshi dizayner kerak bo'ladi. Rizvon dizayn Jamol akamni kutib qolaman yo boshqalardan. Xolis tepdi kvadratiga falan million dollar demasan, shu bir kitobga millatni bir ravnaqi yo'lida shu joylarda bemalol tekinga duoga qilib qo'ysang bo'ladi. Biz qancha joyga ochilishlarga tekinga borib kelganmiz-ku. Masalan, qaysi books? Sarmoya booksga nechta joyga ochilishga borganmiz. Orqamizdan duo ham qilib, boshqa narsalar qilib, aylanib ketay. Ziyodlarga alohida salomlar mendan. Xo'p, inshaalloh ularni ham ochishga chaqiramiz. Biz mana masalan men maktabimiz bor-ku. Shu maktablar birortasini, davlat maktablari birortasini raqobatchi sifatida bilmayman-da. Hammamiz ilm yo'lida xizmat qilyapmiz, do'stmiz deyman. Xuddi shunday bu ochilishimizga hamma kitob do'koni borlarni chaqiramiz. Hamma kitob do'konlarini do'st deb bilamiz va bizga o'zimizga ustoz deb bilamiz. Maktabda ta'lim necha yildan beri yurgan bo'lsak ham, bu sohada nolmiz, endi ish boshlayapmiz. Ko'p kitob o'qigan bilan kitob sotish boshqa narsa. Shuning uchun ustozlar bizga yordam beradi, yo'l yo'riq ko'rsatadi degan kitob yozuvchilarni ham inshaalloh taklif qilamiz. Baxtiyor Abdug'ofur akamni yaqinda. Xo'p, Azal Muhrdan keyin Olamlar kurashimikin yangi kitobi chiqqan. Meni qo'limga yetib kelmayapti hali. O'shanday kitoblar taqdimoti bo'lib men yerdan odamlar bilan uchrashuv qiladigan bitta katta joy qilsak, zo'r bo'ladi. Orzuyimizdagi joy bo'ldi, ko'nglimizdagi. Kunigacha soat 12:30 mana shu bolalar bilan biz uyimiz oldida lift tepasida gaplashib o'tirdik. Nima bo'lar ekan deb turib. O'sha gap. Risola Qushayri degan kitobda bir go'zal hikmat keladi. Mo'min kishi bir yaxshi niyatda eshikni ochar ekan, Alloh taolo unga 70 ta yordam eshigini ochadi dedi. Shuni Xudo xolasa, siz yo birinchisi yo 70-sizda Xudo xolasa. Menimcha birinchisi shu 69 odam kutamiz Xudo xolasa. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, eshigimiz ochiq. Adresni bir tushuntirib olsak, siz endi ko'p yashagansiz bu yerda. Berun metrodan kelishda, Oliy ta'lim vazirligidan o'tganda, Milliy universiteti arkasini qarshisida turibdi. Zo'r ekan. Biz endi bu yerda ko'p tadbir qilganmiz, Yuksalish lider akademiyamizda
deyarli hamma tadbirlari, yakuniy tadbirlarni o'zim suhbat beraman. Yoshlar ittifoqining zalida bo'ladi. Bu videoni ko'rayotgan Xayrullo akam Sattarov, Yoshlar ittifoqi raisi va butun jamoaga salomlar aytaman. Xudo xolasa qo'shni bo'lamiz. Va bu yerda mana necha ming odam o'qiydi-da. Xo'p. Demak, bu yerdan kelsa bo'ladi-ya, lekin bir tomonlama yo'l ekan. Qaytib ketsa bo'lmaydi ekan. Lekin bemalol bu yerlarga mashina qo'ysa bo'ladi, bu yoqdan chiqib ketsa bo'ladi. Orqada ham zo'r stenka bor ekan. Qorni och qolganlar bu yerda ovqatlanib, tilini o'rganib, Registonga ham bir kirib turib, yaxshi haligi abituriyent bo'lib, nariyoqqa basseynga kirib cho'milib ketsa bo'lar ekan, xullas. Hamma infrastruktura bor. Birdan shoshib qoladigan bo'lsa, biz bu yerga Xudo xolasa unitas qo'yib beramiz. Bemalol xizmatlardan foydalanib duo qilish mumkin. Alloh mayli qilsin. Mana welcome. Bismillah. O'ng yoqdan kirib duoyi xayrlarni qilib ketaverasizlar inshaalloh. 24/7 ochiq bo'ladi inshaalloh. Ochilgungacha. Undan keyin nechida ochiq, necha yopishimiz, umumiy reglamentga qaraymiz. Va arka ham zo'r ekan, qarang hozir. Bemalol mana shu yerda to'qsa bo'lar ekan. Ochish marosimi inshaalloh 1-fevral kuni, Xudo xolasa. Mana shu yerda o'tkazamiz, Xudo xolasa. Katta mikrofonga qo'yib. O'zi shohona ekan. Men yerga ikkita ushlab nima edi? Shar ilib qo'ysak bo'ldi. Sharni yilsak, yo'ldan qizil gilamni qo'yamiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Alloh aylasin. Mari bo'lsin. Duolar deysizlar. Yana bir go'zallik ko'rsatib qo'yaman. Xudoning o'zi yetkazdi. Va bu joyda bizga ijaraga berishlikda himmat qilgan bizning qadrdonimiz Muzaffar akamga alohida rahmat aytaman. Baraka topsinlar. Kasblarini, farzandlarini kamolini, rohatini ko'rsinlar. Muborak bo'lsin. 10 kun qoldi Xudo xolasa. Bugun nechi sana? 15 mi? Birab qarasa 15 kun. Inshaalloh 2 hafta bosib bu yerda remont qilsak, hamma kitob sotuvchilar, nashriyotlarda hamkorlikka chaqirib qolamiz. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib ishlayveramiz. Arigato gozaymiz. Rahmat.